7 qavatli elitli lifli domning birinchi qavatdan umumiy yashash maydon 200 metr kvadratni o'z ichiga joylagan dupleks kvartiramiz sotuvda. Asosiy kiraverish qismidan bizni zerkalli oynalarda ishlov berilgan koridor kutib oladi. Proyekt bo'yicha birinchi mehmonxona, kattalar yotoqxonasi, ikkinchi mehmonxona, kuxnya, umumiy holatdagi birinchi sanuzel qismimiz. Kirishni asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zamonaviy MDF, devorlarimiz italyanskiy atachento uslubida ta'mirlangan, pardalarimiz ilingan, konditsioner mavjud, qandillarimiz ilingan, gilamlarimiz to'shalgan holatda. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda. Kattalar yotoqxonasi. Manzilimiz Buxoro shahar, Chinormal savdo majmuasi orqa tomoni 7 qavatli elitli lifli domning birinchi qavatida joylashgan. Kattalar yotoqxonasidagi mebellarimiz to'liq qoladi. Ikkinchi mehmonxona qismimiz. Umumiy 6 ta xona, 2 ta sanuzel, bitta hol, bitta kuxnya qismidan tashkil topgan ushbu xonadonimiz maktab, bog'cha hamma narsa dostupni joyga joylashgan. Kuxnya qismimiz duxkonturniy kotel, gazli plita, vытяжка, moyka, xolodilniklarimiz o'rnatilgan holatda. Pastki qavatdagi birinchi umumiy holat sanuzelimiz. Pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan holatda. Endilikda pastki qavatni birgalikda ko'rib chiqamiz. Pastki qavatimiz ham 100 metr kvadratdan tashkil etgan holatda 3 ta xona, bitta sanuzel, bitta hol qismimizdan kutib oladi. Pastki qavatni kattagina hol qismimiz dekor uslubida ishlov berilgan TV zonalarimiz kutib oladi. Proyekt bo'yicha birinchi yotoqxona, ikkinchi yotoqxona, uchinchi yotoqxona, pastki qavatimizdagi umumiy holatdagi sanuzel. Pastki qavatni o'z podest tomonidan ham kiraverish qismi mavjud holatda. Ko'rishni esa birinchi xona qismidan boshlaymiz. Kattagina isitish tizimi, теплый pol tizimida. Ikkinchi xonamiz. Uchinchi xonani как kabinet ishlatishingiz ham mumkin. Pastki qavatimizdagi umumiy holatdagi sanuzel qismi pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan, qo'shimchasi garistonlarimiz mavjud hamda kaladovoy ham mavjud. Ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Drujba ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.